Assalomu alaykum azizlar. Shifokor ya'ni vrach bo'lganim uchun jigar va tilni organizmga ta'sirini meditsinada o'qiladigan kitoblardan foydalanib, xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Qondagi gemoglobinni ko'paytirish uchun til, jigar iste'mol qilishni tavsiya qilishadi. Gemoglobinni oshirish uchun suvda qaynatilgan jigarni ko'katlar va piyoz yoki chusnuk yoki limon qo'shib iste'mol qilish kerakligini sababi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi, til ekstraktiv moddasi kamligi bilan yaxshi hisoblanadi, lekin oqsil moddasi tilga qaraganda go'shtda ko'proq bo'ladi. Jigar yoki tilni yog'da qovurib yoki yog'li ovqat bilan iste'mol qilsa, temir moddasini ta'sir kuchini yog' pasaytirishi to'g'risida Kassirskiy Klinikaya gematologiya uchebnik 1970-yil 172-bet, Akademik Karimov Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil 251-betda yozilgan. Shuning uchun bularni bug'da yoki suvda qaynatib iste'mol qilgan yaxshi. Yaxshisi suvda qaynatilgani hisoblanadi. Go'shtda oqsil moddasi 18% gacha bo'lgani uchun jigarga qo'shib go'shtni ham qaynatib iste'mol qilish kerak. Suvda qaynatilganda til, jigar tarkibidagi xolesterin, purin unumlari, yana organizmga zaharli bo'lgan boshqa moddalar ham suvga erib chiqadi. Ikkinchi, shuni unutmangki, tilda vitamin B12 ni asosiy tarkibi bo'lmish kobalt moddasi yo'q. Jigarda tilga nisbatan temir va kobalt moddasi ham ko'p bo'ladi. Xalq tilida sodda qilib aytganda, jigar temir moddasini saqlovchi omborxona hisoblanadi. Demak, yana qaytarib aytamizki, kobalt va temirga boy bo'lgan jigarni iste'mol qilish kerak ekan. Kobalt moddasi vitamin B12 ni tarkibiy qismi hisoblanadi. Agarda jigarni ixtiyoriy ko'katlar bilan birgalikda iste'mol qilsa, foydasi yanada ko'proq bo'ladi. Shuni ham eslatib o'tmoqchimizki, jigar o'zida xolesterin va bilirubinni ko'p saqlashiga sabab organizmda hosil bo'lgan bu mahsulotlarni chiqarib tashlaydigan a'zo hisoblanadi. Shuning uchun ham jigarni suvda qaynatib ko'katlar bilan iste'mol qilish kerak. Uchinchi, yog'da qovurilayotgan til, jigar mahsuloti o'ziga yog'ni simib olish hisobiga til, jigar tarkibidagi temir moddasini organizmga ta'siri pasayadi. Yog'ni ortiqcha iste'mol qilish gemoglobin hosil bo'lish jarayoniga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun yog'ni iste'molini chegaralab, bir kunda 70 grammgacha kamaytiriladi. Til, jigarga qo'shib ovqat tolalari ham iste'mol qilish kerak. Ovqat tolalari ko'katlarda ko'p bo'ladi. Ovqatdagi ovqat tolalari esa ichakdagi foydali bakteriyalarning ishini rivojlantiradi. Yana ovqat tolalarining ta'sirida ichakda vitaminlar hosil bo'lishi, mikro va makro elementlarning so'rilishi kuchayadi. Til, jigarga vitamin C saqlovchi mahsulotlardan ham qo'shib iste'mol qilish kerak. Vitamin C saqlovchi mahsulotlarga piyoz, chusnuk, ya'ni sarimsoq piyoz, limon, namatak, ismaloq va boshqalar kiradi. Vitamin C, ya'ni xalq tilida askarbinka, temirni so'rilishini 4 barobarga oshirib, yana gemoglobin hosil bo'lishiga ta'sir qiladi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, gemoglobinni oshiruvchi asosiy mahsulot jigar hisoblanadi. Demak, gemoglobinni oshirish uchun suvda qaynatilgan jigarni ko'katlar va
piyoz yoki chesnok yoki limon qo'shib 7-15 kun 2 mahal iste'mol qilish kerak. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Jigar go'sht mahsuloti bo'lgani uchun go'sht mahsulotlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash uchun meditsinada o'qiladigan kitoblardan Akademik Karimov Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil 57-bet, 145-bet, 251-bet. Bobojonov ichki kasalliklar 2008-yil 337-bet. Ibn Sino tib qonunlari 2-qism 1956-yil 367-371, 464-466-bet. Najmiddinov klinik gematologiya 1998-yil va boshqa bir qancha kitoblardan jami bo'lib 13 ta kitobdan foydalandik.